Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı Vaqfisi Xalqaro Jamiyat va Birlashgan Millatlar Tashkilotini Uyg'urlarning dini, madaniyati, milliy kimligini va o'z taqdirini o'z belgilash huquqini xalqaro qonun ramkasi ichida qo'g'dashga chaqiriq qilgan. Dünya Uyghur Qurultayı Vaqfisi Xitoy tarafidan ma'qullangan va 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan Millatlar birligi va taraqqiyotini ilgari surish qonuni to'g'risida umumyuzlik axborot e'lon qilib, Xitoyning bu qonunining Uyg'ur, Tibet, Mongol va boshqa yerli xalqlarga qartilgan assimilyatsiya siyosatlarini qonunlashtirishni maqsad qilganligini, Birleşken Milletler Teşkilatı, Avrupa İttifaqı, İslam Hamkorlik Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Demokratik Devletlerinin bu qonunni faqat Xitoyning ishki qonuni belgilamasi deb qaramasligi, balki Uyg'ur, Tibet ve Mongol xalqlarini nishon qilgan assimilyatsiya va davlat xalqigan bostirish siyosatining yangi quroli deb qarash kerakligini chaqiriq qilgan. Qurultay Vaqfisining organ torbitida e'lon qilingan bayonotda 2026-yili 3-oyning 12-kuni ma'qullangan bu qonunning atalmış birlik, tinchlik va ilgirlash degan so'zlar nomida Xitoyning o'rtaq Xitoy milliy kimligi ufqumiga asosan har qaysi xalqlarning tillari, dinlari, madaniyatlari va milliy kimliklarini yo'qotishni maqsad qilganligi. Xitoy asos qonunida 56 millatdan tarkib topgan ko'p millatlik davlat deb belgilagan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning Xitoy markazlik boshqarish andizisini qurganligi. Atalmış Milletler Birligi nomi ostida yo'l qo'yilgan siyosatlarning har qaysi xalqlarning barobar puxroliq asosida birga yashashini emas, balki ularning tarixiy, diniy va madaniyat kimligini yo'qotish va ularni Xitoy madaniyatining bir qismiga aylantirishni maqsad qilganligini ta'kidlab, bu qonunning ma'rif va madaniyat huquqi jihatda og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradiganligini, Xitoy tilining ma'rif va ommaviy turmushda birdan-bir hukmron til ekanligi, Uyg'ur, Tibet ve Mongol qatarlıq yerlik tillarning o'rnining texmo ojizlatilganligi, ma'rif sistemasining o'rtaq Xitoy milliy kimligi ufqumi asosida qurilganligi, hatto oila ma'rifining Xitoy ideologiyasining kontrolida bo'lganligini, islom dini, Tibet budizmi va boshqa dinlarni xitoylashtirish siyosatiga asosan bevosita bostirilganligi o'ttirib qo'yilgan. Dünya Uyghur Qurultayı Vaqfisi axborotida yana atalmış qonunning faqat Xitoy chegarasi ichidagi kishilarga emas, balki chet ellarda yashayotgan Uyg'ur, Tibet ve Mongol jamoatlarga tatbiqlanishini maqsad qilganligini, Xitoyning muavin adliya ministri Hu Weilining Reutersga bergan bayonotida bu qonunning Xitoy sirtidagi shaxslar va tashkilotlarga tatbiqlanishi mumkinligini aytganligini ve bunun xalqaro jamiyat uzun yillardan buyon tanqid qilib kelayotgan Xitoyning chegara halqagan bostirish siyosatlarini qonunlashtirishga urinishini ifodalaydiganligini eskartgan. Bu haqda Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komiteti bu qonunni Xitoy Kommunistik partiyasining dinlarni xitoylashtirish siyosatini kengaytiradigan va milliy diniy jamiyatlarga bo'libmi Uyg'ur va Tibetlarga bo'lgan besimni kuchaytiradigan bir nizom deb qaraydiganligi o'tirib qo'yilgan. Yevropa parlamenti bo'lsa, bu qonunning Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mongoliya xalqi uchun og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradiganligi to'g'risida ogohlantirgan va Xitoy hukumatini bu nizomni bekor qilishga chaqirgan. Dünya Uyghur Qurultayı Vaqfisining bayonotida yangi qonunning Sharq Turkistonda necha yillardan buyon yo'li qo'yilib kelayotgan siyosatlarga butun mamlakatda qonun asos yaratishni maqsad qilganligi o'ttirib qo'yilib, jazo lagerlari, majburiy emgak, diniy zulm, oilalarning parchalanishi, bolalarni yotoqli maktablarga o'rnatishtirish orqali milliy kimligidan ayirib etish va Uyg'ur tilining ma'rif sistemasidan chiqarib etilishi qatorliq ishlarning yangi belgilanmalar bo'yicha qonunlashtirilganligi. Her qaysi xalqlarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqining tortilganligini eskartib, hozir faqat so'zlash va ayiblash vaqti emas, balki xalqaro qonun va nizomlarga asosan harakat qilish vaqti. Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasi endi faqat Xitoyning ishki ishi deb qaraladigan masala bo'lmasdan, insoniyat masalasi bo'lishi kerak. Turkiya davlat organlari, siyosiy partiyalar, fuqaroviy tashkilotlar, olimlar, qonun sohalari, yoshlar va ayollar tashkilotlari Uyg'ur xalqining haq-huquq va erkinlik uchun kurash qilishiga davomli kuch chiqarish kerakligini eskartgan. Dünya Uyghur Qurultayining sobiq raisi va Uyg'ur Demokratiya Kishilik huquq markazining raisi Dolqin Aysa Fransiya poytaxti Parijda xalqaro o'lim jazosi qarshi turish 9-navbatlik qurultayiga qatnashib, Uyg'ur masalasini kun tartibga olib kelgan. Xalqaro o'lim jazosi qarshi turish 9-navbatlik qurultayida o'lim jazosini bekor qilishni tashabbus qiladigan advokatlar
olimlar va kishilik huquq tashkilotlari tomonidan baholashlarda va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining sonliq ma'lumotlarida Xitoyning yanada dunyoda eng ko'p o'lim jazosi ijro qilinadigan davlat ekanligi ta'kidlangan. Xitoy hukumati o'lim jazosi ijro qilganlarning sonini davlat maxfiyati sifatida yushirib kelgan va aniq sonliq ma'lumotlarni jamoatchilik oshkorlamaydigan bo'lsa-mu, ammo xalqaro kechirim tashkiloti dokladida Xitoyning har yili minglagan odamga o'lim jazosi ijro qilinganligini va bu sonning boshqa barliq davlatlarning umumiy sonidanmi ko'p ekanligi o'ttirib qo'yilgan. Bu qatimqi yig'inga Uyg'urlarga vakolatan To'lqin Isa apandim taklif bilan qatnashgan bo'lib, uning bildirishicha 3 kun davom qiladigan bu yig'inning 2-chi kunida Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda ilib borgan qirg'inchilik siyosatining chegara halqigan bostirishi va yaqinda Tailandda o'limga hukm qilingan 2 Uyg'urning masalasi, Xitoyning bo'libmi Sharq Turkistondagi qilmishlari, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarshi qattiq sud tartiblari, xohlagancha tutqun qilish va adil sotlanish huquqiga og'ir darajada daxl taruz qilish qatorliqlarning davom qilayotganligini, o'lim jazosining faqat yashash huquqiga daxl taruz qilib qolmay, yana Xitoyning Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan maxfiy sud sistemasida siyosiy bostirish va kamsitish qurol sifatida ishlatilganligini kun tartibga olib kelgan. Xalqaro o'lim jazosiga qarshi turish qurultiyi dunyo miqyosida o'lim jazosini bekor qilishni tashabbus qiladigan eng chong xalqaro kishilik huquq faoliyatlarining biri bo'lib, her 3 yılda bir qatim o'tkaziladigan bu qurultay dunyoning har qaysi joylaridagi advokatlar, olimlar, siyosatchilar, diplomatlar, ommaviy tashkilotlar, jurnalistlar va kishilik huquq qo'g'dug'ichilarni bir yerga jam qilib, dunyo miqyosida yuz berayotgan adolatsizliklar, diktatorlik va o'lim jazosiga qarshi turish haqida mulohiza va suhbatlar ilib berilib, o'lim jazosini umumyuzlik bekor qilishni ilgari surish, dunyo miqyosida o'lim jazosini bekor qilish uchun yangi diplomatik tashabbuslarni o'ttirib qo'yish, o'lim jazosining qonuniy, axloqiy va kishilik huquq jihatdagi o'lchamlarini muzokara qilish, hozirmi o'lim jazosini yo'l qo'yayotgan davlatlarda islohot va uchur tashviqotini qo'llash, qurbonlar, sobiq o'lim jazosiga hukm qilinganlar va kishilik huquq qo'g'dug'ichilari o'z tajribalarini o'rtoqlasha oladigan bir supa yaratishni maqsad qiladi. Bu qurultayga yillardan beri Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga vakolatan qatnashib kelayotgan bo'lib, oldingi qatimliq yig'ini Yaponiyada o'tkazilgan va qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin, To'lqin Isa qatorliqlar taklif bilan qatnashgan edi. Bu qatimki qurultayni xalqaro o'lim jazosiga qarshi turish qurultiyi tashkillagan va Fransiya hukumati, Yevropa ittifoqi va Shveysariya qatorliqlar qo'llagan va adliya ministrlari, siyosatchilar, sudya va sudchilar, taftish organlari, advokatlar, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa ittifoqining amaldorlari, xalqaro kechirim tashkiloti va o'lim jazosiga qarshi turish dunyo ittifoqi qatorliq kishilik huquq tashkilotlari, jurnalistlar, olimlar, san'atkorlar, o'lim jazosidan aman qolgan sobiq mahbuslar va o'lim jazosi qurbonlarining oila tavobatlari bo'lib, mingdan ortiq kishi qatnashgan bu qatim qurultay Fransiyaning prezidenti Emmanuel Macronning ichilish so'zi bilan boshlangan. Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Ömer Qanat Amerika Tashqi ishlar ministrligida muhim yig'inga qatnashib, Xitoyning atalmish millatlar ittifoqlik qonuni haqida muzokaralarda bo'lgan. Ömer Qanat apandim 6-oyning 30-kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligida muhim bir yig'inga qatnashib, Uyg'ur masalasiga aloqador har qaysi bo'limlarning mas'ullari bilan ko'rishib, Xitoyning atalmish millatlar ittifoqlik qonuni davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida uchrashishlarda bo'lgan. Ömer Qanat bu uchrashishlarda Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli, Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunining ijro qilinish ahvoli, buningga o'xshash qonunlarning har qaysi davlatlarda ma'qullanish uchun ilib berilayotgan faoliyatlar va 1-iyuldan boshlab Xitoyning yo'li qo'ymoqchi bo'lgan atalmish millatlar ittifoqlik qonuni qatorliq masalalarni muzokara qilib, Amerika hukumatini texmi qattiq cheklash tadbirlarini yo'l qo'yishga chaqiriq qilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.